birinchisi medianani xossasi birinchi asosiy mediana nimaligini bilamiz. Mediana uchburchakda o'zi tushgan tomonni 2/1 nisbatda bo'ladi. 2/1 nisbatda bo'ladi. Bu medianani asosiy xossasi. Ya'ni 2/1 nisbatda bo'ladi. Xo'p, qoidalarni ko'rib ketishda buni ko'rib beramiz. Demak, birinchisi hozirgi aytgan qoida uchta mediana bor uchburchakda. Qaraymiz. Mana A bo'lsa bu 2 ga nisbatda bo'ldi. Bu B bo'lsa bu 2B nisbatda bo'ldi. Bu C bo'lsa 2C nisbatda bo'ldi. Xo'p, medianalar kesishgan nuqta bu uchburchakda og'irlik markazi hisoblanadi. Tushunarli-a? Qaraymiz. Mana bu 4 bo'lsa, bu 4. Mana bu 2x bo'lami? Mana bu 8 bo'ladi. Endi qaraymiz. Mana bu 10 bo'lsa, buni 2 ga bo'lganimiz, mana bu 2/1 nisbat bo'ldiki, mana 5 bo'ladi. Xo'p, bu 5 bo'lsa, mana bu tomonga teng. Bu ham 5 ga teng. Endi yozaman. Mana nimani so'rabdi? X plus y plus z ni. 8 plus 5 plus 5. Bu nimaga teng? 10 plus 8, javobimiz 18 ga teng. Ikkinchisiga qaraymiz. Mana bu 3 bo'lsa, 2/1 nisbat bo'ldiki, mana bunisi 6 ga teng. Mana bu 5 bo'lsa, bu 2/1 bo'ldiki, mana bu 10 ga teng. Endi mana bu 10 bo'lsa, mana bu tomon 10 ga teng. Chunki teng kesmalarga ajratdi. Endi qo'shib chiqamiz. 10 plus 10 plus 6. Demak, bu bizga javobimiz 26 ga teng ekan. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Mana bu 3 bo'lsa, mana bu o'z-o'zidan 6 ga teng. Endi qaraymiz. Mana bu 4 bo'lsa, mana bu 8 ga, chunki 2/1 nisbatga bo'lgan. Endi bilamiz, Pifagor teoremasida mana bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak. Qaraymiz. Mana bu 8, bu 6 bo'lsa, mana bu o'z-o'zidan bizga 10 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 10 ga teng. Shunga 10 ga teng. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Mana bu 2 bo'lsa, 2/1 nisbat bo'ldiki, mana bu 4 bo'ladi o'z-o'zidan. Endi bitta qoida ko'rgandik. H ning kvadrati, balandlikning kvadrati u ajratgan proyeksiyalarning ko'paytmasiga teng. Demak, ajratgan kesmalari 4 va 2 mi? Demak, H teng ildiz ostida 4 ko'paytirilgan 2. Xo'p, 4 dan 2 chiqadi, demak ildizda 2. Javobimiz 2 ildiz ostida 2. Keyingisiga qaraymiz. Keyingisiga. Xo'p, bu 3 bo'lsa, mana bu 8 bo'lsa, mana bu 4. 4 dan qaraymiz. Mana bu uchburchakda, mana BD, mana bu BD qanday bitta mana bu yerni G og'irlik markazi deb tursak, BGD da mana bu 3 bu 4 bo'lsa, mana bu 5 ga teng. 5 ga teng. Endi 2/1 nisbat bo'ldiki, ikkita x'im 5 ga teng bo'lsa, x'im bu yerdan 5 taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, mana bu tomon 5 taqsim 2. Tushunarli? 5 taqsim 2. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Keyingisi. Mana bu yerda balandlik tushiramiz tomondan. Xo'p, mana bu 4 bo'lsa, mana bu 8 ga teng. Tushunarli? 8, chunki 2/1 nisbatga bo'ldi. Xo'p, G og'irlik markazi. Mana bu og'irlik markazi turibdi. Bizdan x ni topishni so'ragan. Demak, nima qilamiz? Xo'p. Mana bu yer 12 opish tomon, 30 gradus qarshida tomon bo'ldiki, mana bu yer o'z-o'zidan 6 ga teng. Xo'p, bu 6 bo'lsa, mana bu yer ham 6 ga teng. Chunki bitta mana uchburchak teskari turibdi mana. Mana bu uchburchak turibdi. Mana bu tushgan, mana bu yer teng. Mana ikkita tomoni teng. Demak, bu o'z-o'zidan bu 6 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, qaraymiz. Aytdik, 2/1 nisbatda bo'ladi. Demak, yozamiz. Xo'p. 2 ko'paytirilgan 3 ta y plus 4 ga teng. Demak, 6 ta y teng bo'ladi. Xo'p, bu 6 ta y, 5 ta y teng 4 taqsim 5 ekan. Y ham 4 taqsim 5. Xo'p. Yo'lmasa boshqa usulni ko'ramiz. Bu kasrli bo'lib qoldi. Xo'p. 3y ni y plus 4 ga nisbati 2 ga teng deyman. Chunki 2/1 nisbat bo'ldi. X taqsim 2. Endi buni hisoblasam 3y teng 2y plus 8. Bundan y ham 8 ga kelib chiqadi.
Mana bu yer ozroq xato ketgan. 28 ga teng bo'lsa, 8 ga teng. Mana bu yer 24, mana bu yer 12. Mana bu yer 8 bo'lsa, mana bu nechaga teng bo'ladi? 2 ga 1 nisbat bo'lar. Mana bu x kesma 16 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi qoidamiz tushunarli bo'ldimi? Demak, birinchi qoidamiz tushunarli bo'ldimi? Ikki bir nisbat degani, masalan, qaraymiz, tomonga teng bo'ladi. Burchakka tushgan payti 2 1 nisbat bo'ladi, bitta tomonga tushsa. Mediani kesishgan joyi. Xo'p, birinchi qoida tushunarlimi? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi qoida. Xo'p, uchburchakning og'irlik markazi bo'lsa, qaraymiz. Xo'p, 2 bir nisbatda bo'ldi. Mana bu tomon, mana bu tomonning yig'indisiga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, birinchisini ko'rsak, mana bu yer 4 bo'lsa, men buni davom ettiraman. 2 bir nisbatda bo'lgan, mana bu 2. Demak, x'im nimaga teng? Hammasining yig'indisiga, ya'ni 4 plus xo'p. 2, ya'ni 6 bo'ldi. Bu 6, bu 6 ekan. Demak, ikkalasining yig'indisi 6 plus 6 12 ga teng. Bu BC tomonni uzunligi. BC tomonni uzunligi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Xo'p, 6 8. 6 8. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu yer x bo'lsa, mana bu yerni tortsam, mana bu 2x bo'ladi. Shuni 2x ga teng bo'ladi. Endi nima qilaman? Mana bu 6 8ligida mana bu yer 10 ga teng. Demak, mana bu tomonning umumiy uzunligi mana buning yig'indisiga teng, ya'ni x taqsim 2 teng 5 ga desak, x teng bu yerdan 50 ga kelib chiqadi. Chunki mana bu yer 5 kesmalarga ajraladi. Xo'p, uchinchisi. Mana bu yer 10, mana buni tortsak, mana bu tomon 5 bilanmi? Mana bu yer o'z-o'zidan 4 ga kelib chiqadi. Endi qaraymiz. X topishim kerak. Demak, umumiy uzunlik 15 edi. Demak, yozaman. X plus 4 tim 15 ga teng bo'lsa, x ham 11 ga teng. Demak, mana bu yer 11 ga teng ekan. Xo'p, keyingi 3-qoida. Mediana formulasi qarang, VA demaymiz, MA deymiz. A tomonga tushgan mediana MA. Xo'p, 1 taqsim 2 ildiz ostida b kvadrat plus c kvadrat minus a kvadrat taqsim 2 ga teng. Hisob qilamiz mediana formulasi. Xo'p, qaraymiz. X topishimiz kerak. Bu x bizga a o'rnida kelyapti. Formula qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati 16 teng b ning kvadrati 6 ning kvadrati 36 plus c ning kvadrati 16 minus x kvadrat taqsim 4 2. Endi 36 ga 16 ni qo'shaman. 32 minus 36 ga 16 ni qo'shsam 52 teng minus x kvadrat taqsim 2. Endi 32 dan 52 ni ayiraman. Bu yerda 20 teng minus x kvadrat taqsim 2. Endi minusga ketadi. 40 teng x kvadrat bo'lsa, x ham 4 ko'paytirilgan 10 bu 2 ildiz osti 10 ga teng bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi. O'sha formula, demak yozaman. X ham 1 taqsim 2 ildiz ochaman. 2 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati 64 plus 6 ning kvadrati 36. Xo'p. Mana bu tomon 8. Xo'p. 2 x kvadratim teng bo'ladi 64 plus 36 minus 8 ko'paytirilgan 8 taqsim 2. Bu 4 bo'ladi.
endi 2x kvadrat teng 64 ga 36 ni qo'shamiz. Bizga bu 100 ga teng. 100 minus 32. Xo'p, 2x kvadrat teng 100 minus 32 bizga 64 ni beradi. X 68. Xo'p, 68 2 ga bo'laman. 34. X'im ildiz ostida 34 ga teng bo'ladi. O'shalar formulalar. Endi keyingiga qaraymiz. Mana bu yer 8. 8 teng yarim. Mana bu yer ham 8. Endi yozaman. Xo'p, 8 teng 1 taqsim 2 ildizda 2 ko'paytirilgan 8 ni kvadrati 64 plus 12 ni kvadrati 144 minus x kvadrat deymiz. Demak, 16 ko'paygan 16 bo'ladi. Chunki kvadratni ko'tarib yubordik. 2 ko'paytirilgan 64 plus 144. Xo'p, minus x kvadrat. Xo'p, buni hisoblasak, x teng bo'ladi. Ildiz ochaman. 416 minus 256. Xo'p, bu hisoblasam 160 qoladi. Ha, 160. Buni 4 ko'paytirilgan 4 ildiz osti 10 deyman. Shunday, demak javobimiz 4 ildiz osti. Mana bu tomon nimaga tengsak, 16 plus 8 ni yig'indisiga teng bo'lib qolar ekan. Demak, xo'p, ikkinchi va uchinchi qoidalarimiz tushunarli bo'ldimi? Demak, ikkinchi va uchinchi qoidalarimiz tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Keyingiga qaraymiz. Xo'p. Demak, og'irlik markazi G bo'lsa, qaraymiz. Ichidan mediana tushgan payti 3x tomoni x, bu esa 2x nisbatga bo'linib ketar ekan. Demak, bitta misol ko'rsak, mana bu 4 bo'lsa, mana bu 3x igida, mana bu 12. Bu tomon 2x edi. Demak, bu tomon 8. Menga AD ni so'ragan. AD hammasining yig'indisi. Xo'p, 12 plus 4 plus 8. Demak, bu 12 bilan javobimiz 24 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisini ko'rsak, mana bu x ekan. Xo'p. Mana bu 12 ekan. O'zim nima edi menga formulada? 2 ta x 12 ga teng edi. X 6 ga teng. Shuni mana bu 6. Xo'p, 6 bo'lsa, menga nimani so'ragan? 6, lekin 2 tada, chunki men beraman bitta 6. 2x edi. 6 ko'paygan 2 bu bizga 12 ga teng bo'ladi. 3. 18. Mana bu 3 ta x edi. O'zi x ni so'ragan. Xo'p, uchinchisi. Uchinchisiga nima qilamiz? Demak, x bergan, mana bu 4. Mana bu 4. Mana bu x bo'lsa, mana bu 2x taqsim 3. Xo'p, mana bu bo'ldi. Shuni o'zi aytaylik, mana shu. 2x taqsim 3 nimaga teng? Mana bunga teng. Tomonga uzunligi 4 ga. 2x teng 12, x ning bu yerdan 6 ga tenglik kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi agar 3 ta mediana berilgan bo'lsa, bitta tomonga tushgan mediana 5 ta MA ni kvadrati teng MB ni kvadrati plus MC ni kvadratiga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, formuladan topamiz. Nimani topib so'ragan? A ni so'ragan. Bo'ldi. Xo'p, 5 ta MA ni kvadrati teng B ni kvadrati, demak 144 plus xo'p 9 ni kvadrati 81.
Demak, 5 ta VA ni kvadrati 144 plus 80 dir. Xo'p, bu bizga 225 ga teng. Xo'p, VA teng 225 dan ildiz olamiz. 100 VA teng 225 taqsim 5. Ildiz ostida 45. Buni biz nima deymiz? 3 ildiz ostida 5 deymiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga. Xo'p, mana bu 3 bo'lsa, mana bu 6. Xo'p, 6 9. B 7 ga teng. B 7 ga teng. Mana bu 3 bo'lsa, 7 bo'lish uchun mana bu yerga 4 yetmaydi. Bo'ldi. Median topamiz formulaga. 5 ta VA teng, ya'ni atom ochishga median ildiz ostida 49 plus 81 9 kvadrat. 5 ta VA teng 49 plus 81. Xo'p, 130. VA 135 ga bo'lsak, ildiz ostida 26 qoladi. 2 bo'lsa, mana bu tomonimiz 4 ga teng. Bu 1 bo'lsa, mana bu 2 ga teng. Bo'ldi. A da teng 3. Y xo'p. Y esa 6 BF. BF'imiz nimaga teng? BF. B'ga x taqsim 2 bizga. Chunki yarim bo'lib qoldi. O'rniga qo'ysam. 5 ta x kvadrat taqsim 4 teng. Xo'p. 3 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati. 5 ta x kvadrat taqsim 4 teng 9 plus 16. Bu bizga 25. 4 ga ko'paytiramiz 100. Demak, x kvadrat. Xo'p, 9 plus 36. 36 45 bo'ladi. Xo'p. 5 ta x kvadrat taqsim 4 teng 9 plus 36. Xo'p, 4 ga ko'paytiramiz buni. 5 ga bo'lamiz. Demak, xo'p, x teng 36 chiqadi. X kvadrat x bu yerdan 6 ga kelib chiqadi. Xo'p. Demak, 4-chi, 5-chi qoidalari tushunarli bo'ldimi? 4 5. Xo'p, keyingisi. 5-chi. Mediana 100 ni bo'ladi. 100 ni. Nisbatga bo'lib qaraymiz. S. 3 ta mediana bor. 3 ta mediana 100 ni 6 teng qismga ajratadi. S farq yo'q. Agar ko'proq bo'lsa, 4S bo'ladi. Kattalar ikkita kichkina yozamiz. S dan yuqoridagi qismi 3S dan bo'ladi. Masalan, bitta ko'ramiz. Xo'p. Mana bu bitta torsam yana. S. Bitta yozamiz 10 ga teng. Demak, 6 ta teng nisbatga bo'ldikdan keyin 10 ni yozamiz 60 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Mana bu 4, bu 4 bo'lsa, mana bu 12, mana bu ham 12 bo'ladi.
Endi qaraymiz. Mana bu yer o'tgandan keyin 4 ta edi. Bu 16, 16, 16, 16. Hammasini qo'shib chiqamiz. 4 ta 16 plus 8 plus 24. Xo'p, javobimiz 96 ga teng bo'ladi. Keyingisi yuzasi 120 ga, og'irlik markazi G ga teng. Demak, mana buni davom ettiraylik. 6 ta S 6 ta S umumiy yuzaga teng, ya'ni 120 ga. S'im bu yerdan har biri 20 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, quyida qaragan bo'lsak, agar bu alfa bo'lsa, bunimiz 2 alfa, bu tomon esa alfa bo'ladi. Bu kdan bo'lsa, bu tomonga teng bo'lib qoladi. Demak, umumiy tomon 2k bo'lib qoladi. Nimani ko'ramiz? Endi tushirsak, xo'p. Mana bu 2k. Bu 15. Mana bu ham 15. Endi qaraymiz. 15 bo'lsa, mana bu 30 mi? 30 gradus. Endi mana bu ham xo'p, 90 15. 30 bo'ldi. Endi yozaman. Alfa 30 plus mana buning yig'indisiga. Mana bu ikkalini yig'indisiga teng. Ya'ni ikkita eski burchak yaxshi burchakka teng. Ya'ni 45 gradusga teng bo'ladi. Xo'p. Keyingi qaraymiz. Bu yerda tushiramiz. Xo'p, bu 70. Keyin bu tomon bo'ldi bizga. Mana bu ham ikkita alfa bo'lsa, mana bu 70. Birisi 40 mi? Nima aytmayapti bu? 30 gradus. 30 gradus aytmayapti. Demak, mana bu 2 bo'lsa, mana bu tomon o'zimizdan 4 ga kelib chiqadi. Ya'ni 30 gradus qarsak tomon gipotenuzdan yarmiga teng. Bu yerdan gipotenuzamiz 4 ga kelib chiqadi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Uni tortamiz bunga ham. Xo'p, mana bu 2 alfa edi, bu 60 bo'ldi. Xo'p, bu 10 bo'lsa, mana bu ham 10. Bizga bu 60, mana bu 30. 30 gradus. Bu tomon o'zi 20 ligini berib turibdi. Men alfani so'rayman, yozaman. 30 plus alfa plus yana 30 plus alfa yana plus alfa 180 ga teng. Demak, 3 ta alfa 180 minus 60 ga teng. 3 ta alfa 120 ga teng bo'lsa, alfa bu yerdan 40 gradusga tengligi kelib chiqadi. Demak, 6-7 qoidalar tushunarli bo'ldimi? 6-7 qoidalar tushunarli bo'ldimi? 6-7. Xo'p, demak, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan median evaluasiga o'zi 7 dona qoida bor ekan. Demak, 7 dona qoida, keyin bizga vazifa 5 ta testi bo'ladi. Shuni bajarib qo'ysak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Xo'p, agar tushunmagan, chiqmagan misollaringiz bo'lsa, bemalol muhokama guruhiga tashlayveringlar. Ko'rib beramiz. Demak, dars videosini saqlab qo'ydim, tashlab beraman. Xo'p, keyingi darsimiz chorshanba kuni bo'ladi. Geometriya